O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Munozara maydoni press-klubining bu galgi sessiyasida jamiyatimiz uchun dolzarb masalalardan biri xususiy sektorda mehnat qilayotgan ishchilarning huquqini himoyalash, norasmiy bandlik, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish va ish beruvchilarning ijtimoiy mas'uliyatini oshirish masalalari muhokama qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda yashirin iqtisodiyot hajmi 120 trillion so'mdan ortiqni tashkil etadi. Bunda asosan xizmatlar sohasi, qishloq xo'jaligi va qurilish tarmoqlarining ulushi katta. Poytaxtda yashirin iqtisodiyot hajmi 60 trillion so'mga yetgan. Bu esa davlat byudjeti har yili qariyb 7,5 trillion so'm mablag'ni yo'qotayotganligini anglatadi. Chorsu bozori hamda Malika savdo komplekslaridagi holat videoselektor yig'ilishida tanqid qilingan. Masalan, 1,5 mingga yaqin tadbirkor faoliyat yuritadigan mazkur kompleksda ularning atigi 4 dan biri ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlarning 25% oyiga 1 million so'm atrofida soliq to'lamayotgani, plastik kartalar orqali amalga oshirilgan 600 milliard so'mlik savdo tushumi yashirilgani juda jiddiy signaldir. Savol tug'iladi, to'g'rimi? Soliq idoralari qaqqa qarayapti yoki bo'lmasam ijro hokimiyati bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishi lozim. Savdo sanoat palatasi tomonidan o'tkazilgan ochiq muloqotda ham ta'kidlab o'tildi. 6,3 mingdan ortiq qurilish korxonalari agar faoliyat olib borgan bo'lsa, ularning hisobotlarida umuman ishchi o'rni umuman ko'rsatilmagan yo bir dona ishchi ishlayotganligini ko'rsatgan. Endi haqli savol tug'iladi. Bu umuman ishchi o'rni ko'rsatmasa yoki bir nafar ishchi u korxonada ishlayotgan bo'lsa, bunday qurilishni qanday qilib u amalga oshirish mumkin? Umuman mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi-da bu narsa. Demak, bu yerda norasmiy bandlik, oylik maoshlarni ham konvert usulida to'lash ishlari bu amalga oshirilyapti. Ijtimoiy mas'uliyat birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Tadbirkor bo'lgandan keyin. Albatta bu tadbirkor kimi hisobidan daromad qilyapti? Kimi hisobidan ishlab chiqarishi yuryapti yoki savdosi yuryapti? Ana shu ishchi xizmatchilarni, mehnatkashlarning hisobidan u daromad qilyapti. Asosan talabni qo'yamizki, mayli tadbirkor rivojlansin. Tadbirkor rivojlansa, davlat rivojlanadi. Ishchi o'rin yaratiladi. Taraqqiyot bo'ladi, lekin tadbirkor ekandim endi bugun biz xohlaganini qilib, umuman yashirin iqtisodiyotda xohlaganidek faoliyat yuritishga albatta Xalq demokratik partiyasi bunga biz qarshimiz. Rasmiy bandlik endi hammamizga ma'lum, bu hamma yoqda har xil tushunchalar beriladi. Norasmiy bandlikni shunaqa bo'lsa ham mutaxassis sifatida aytib o'tmoqchiman. Rasmiy bandlik bizga nima uchun kerak? Rasmiy bandlik bizga nima beradi? Rasmiy bandlik bu birinchidan o'sha davlat tomonidan kafolatlangan huquqlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Ya'ni oylik ish haqini o'z vaqtida olish, o'sib boruvchan ishni ta'minlab beradi. Ya'ni mehnat shartnomasini sababsiz bekor qilishlarni oldi olinadi. Ya'ni mehnat shartnomasi yo'q, og'zaki shartnoma yoki norasmiy ishlab turibdi, bor ketur desa, boshqa hech qayerga aytish, murojaat qilishga huquqi bo'lmaydi norasmiy ishlayotgan. Qariganda pensiyaga chiqishda staj degan masala ham bor. Bu stajdan foydalana olmaydi. Deylik, mehnat ta'tillaridan foydalana olmaydi, ish vaqtiga rioya qila olmaydi. Norasmiy bandlik bir qarashda jozibali ko'rilishi mumkin, lekin keyinchalik bu kelajak uchun huquqiy kafolat bermaydi. Norasmiy bandlik uchun javobgarlik darajasi past. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga tegishli o'zgartirish kiritish bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqqanmiz. Ya'ni birinchi marta o'sha norasmiy bandlikka yo'l qo'ygan huquqbuzarlarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorini 30 barobar miqdorda, keyincha yana takroran sodir etganda 100 barobargacha miqdorda jarima belgilanmoqda. Qayd etish lozim, keyingi yillarda mamlakatimiz iqtisodiyotida xususiy sektorning ulushi sezilarli darajada ortdi. Bunda yaratilayotgan yangi ish o'rinlarining katta qismi aynan tadbirkorlik subyektlari hissasiga to'g'ri kelayotgani sohaning iqtisodiy taraqqiyot va aholi bandligini ta'minlashdagi ahamiyatini yaqqol ko'rsatmoqda. Lekin shu bilan birga mazkur jarayonlar mehnat munosabatlarini huquqiy jihatdan tartibga solish, ishchi xodimlarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish kabi vazifalarni ham kun tartibiga olib chiqmoqda. Raqamlarga qarasak, korxonalarning 22% norasmiy xodimlar mehnat qilmoqda. 18% holatlarda esa ish haqi hali ham konvert usulida to'lanmoqda. Kasaba uyushma a'zosi bo'lishga undovchi omillar nima? Birinchidan, kasaba uyushmasi huquqiy himoya, manfaatlar himoyasi, mehnat muhofazasi, dam oldirish va sog'lomlashtirish, madaniy ma'rifiy, jismoniy tarbiya va sport tadbirlari va sayohatlar bo'yicha demak o'z a'zolariga yordam beradi.
bizda eskicha tasavvur saqlanib qolgan, ommaviy ongda bu kasaba uyushmasi moddiy yordam beradigan, sanatoriyga putyovka beradigan, bolalar lageriga olib borib bolalarni sog'lomlashtiradigan, kechirasiz, bayram tadbirlarida dasturxon bezatadigan bir tashkilot degan eskicha fikr bor, lekin agar konstitutsiyamizni oladigan bo'lsak, u yerda aniq lo'nda qilib aytilganki, kasaba uyushmalari xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarini va manfaatlarini ifoda etadilar va himoya qiladilar. Ana shundan kelib chiqqan holda bizda bitta qurolimiz bor, bu jamoat shartnomaviy munosabatlar. Biz tashkilotlarda ish beruvchi va xodimlar, ya'ni mehnat jamoasi o'rtasida jamoat shartnomalarini tuzishga erishamiz va shu jamoat shartnomalari orqali biz xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini o'sha jamoat shartnomasiga kiritib, buni himoya qilishga harakat qilamiz. Ya'ni agar biz xodimning manfaatini jamoat shartnomasiga kiritsak, manfaat birdaniga huquqqa aylanadi. Ya'ni imzo qo'yilgandan keyin jamoat shartnomasi huquqiy hujjat, manfaatimiz huquqqa aylanadi. Har yili davlat dasturlari qabul qilinadi. Shu davlat dasturlari doirasida biz jamoat shartnomalariga vazifa qo'yamiz. Shu davlat dasturlarini jamoat shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshirishda. Mana 2025-yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili edi. Ana shu yil dasturi doirasida biz 131 ming nafar fuqaro va 35 ming oilaga deyarli 300 milliard so'mlik moddiy ko'mak choralarini qo'lladik. Ya'ni bu kasaba uyushmasining mablag'i emas, bu jamoat shartnomalari orqali ish beruvchilar va kasaba uyushma mablag'lari hisobidan amalga oshirilgan ijtimoiy ko'mak choralari. Ijtimoiy mas'uliyat deganda bu ikkita tushuncha bor xalqaro amaliyotda. Misol uchun ish beruvchilar ijtimoiy mas'uliyati bor, hamda korporativ ijtimoiy mas'uliyat bor. Endi bu rivojlangan mamlakatlarda biznes amaliyotida ko'pincha korporativ ijtimoiy mas'uliyat deyiladi. Buni asosiy farqi ijtimoiy mas'uliyatga biz mana shu o'zimizni majburiyatimiz nuqtai nazaridan, qonunchilik doirasi nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, korporativ ijtimoiy mas'uliyat ham bu nuqtai nazardan ham yondashadi, lekin o'zlarini yillar davomida orttirgan qadriyatlari, tajribalari, an'analarini hisobga olgan holatda insonni qadr-qimmatini ulug'laydigan normalarni rasmiy yoki norasmiy shaklda o'zlarini aytaylik strategiyalariga bog'lashadi. Amaliyotda bizda ko'pincha mana shu ijtimoiy mas'uliyat masalasi u yoqda tursin, korporativ ijtimoiy masalaga ham uncha e'tibor qaratilmaydi. Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan munosib mehnat konsepsiyasi joriy qilingan. Bu nima degani? Munosib mehnat degani bu xavfsiz, xodimni faoliyatiga yoki sog'lig'iga zarar yetkazmaydigan mehnat sharoitlarini ish beruvchi tomonidan ta'minlab berilishi. Afsuski, bugungi kunda xususiy sektorda bu masala ustuvorligi uncha ahamiyatli emas. Sababi bu yerda ko'p omillar bor. Ya'ni o'sha moliyaviy mablag' yetishmasligi, aytaylik, bu sohani yaxshi bir tushunmasligi yoki aytaylik ijtimoiy masala xodimlarni xarajat sifatida qarashadi. Lekin jahon amaliyotida aynan mana shu ijtimoiy mas'uliyat masalasiga qilinadigan xarajatlar bu investitsiya sifatida qaraladi. Ya'ni buni hozirgi holati xarajat sifatida ko'rinishi mumkin. Keyingi 10 yillikdagi yoki 15 yildagi natijasi kompaniya uchun juda katta investitsion qaytim bo'lib ko'rinishi hozirgi amaliyotdagi biznes vakillarimiz uncha aytaylik mulohaza qilishmaganligi nuqtai nazaridan ham bo'lishi mumkin. Bitta omil sifatida qarashimiz mumkin-da. Ijtimoiy mas'uliyat masalasida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Nima masala? Ijtimoiy mas'uliyat mohiyatini to'liq anglab yetmaslik. Ko'p ish beruvchilar, xususiy tarmoqdagi, xususiy sekordagi ish beruvchilar asli uni majburiyati shu narsani qilish, lekin yilda bir marta, ikki marta bir xuddi ehson sifatida shuning ichida bo'lgan tadbirda amalga oshirishadi-da, men shu narsani qildim deb ommaviy axborot vositalari yoki tarmoqlar orqali ko'z-ko'z qilishadi. Bu shunchaki ehson tadbiri emas-da, bu ijtimoiy mas'uliyat. Hozirgi kunda bilamiz, ko'p qurilish sohalarida, hayot uchun xavfli bo'lgan sohalarda norasmiy ishlaydiganlar bor. Ular masalan ish joyida halok bo'ldi, uning keyingi taqdiri nima bo'ladi? Oilasiga qanday moddiy yordam beriladi? Yoki nogiron bo'lib qolishi mumkin. Siz aytayotgan holatda uni oldin isbotlab, tasdiqlab berish kerak bo'ladi. Bizda faqat fuqarolik, og'zaki munosabatlar bor-da. Og'zaki munosabatlarni hamma joyda ham isbotlash qiyin o'zi bo'lmaydi. Uni ko'pincha biz davlat mehnat huquq inspeksiyasi bilan birgalikda shuni oldin isbotlaymiz joyiga borib. Unga huquq-tartibot organlarini ham aralashtirishga majbur bo'lamiz-da. Uni isbotlanadi birinchidan. Isbotlangandan keyin o'sha umumiy tartibda o'sha qoidalar, kafolatlar unga belgilanadi. Oldin isbotlash nimasi bor-da, uni majburiyati bor. Chunki u yerda men o'zimni tajribam juda ko'p bo'ladi bunaqa narsa. Menga arizalar ko'p tushadi. Isbotlab berish masalasi juda qiyin bo'ladi ularga.
ular tan olmaydi. Bu deydi, men unga uni berganman, buni berganman, buni qilganman, buni qilganman. Fakt shu, uni oldin isbotlab berish kerak bo'ladi. Mehnat qonunchiligi bo'yicha kimda agar savollar bo'lsa 1992 chiqib ko'rsa doim. Keyin o'zlaringiz bilsangizlar, shu xalqimizda mehnat qonunchiligiga nisbatan o'sha o'zlaringiz ham targ'ibot, tashkilot ishlarini olib borsangizlar, kasb uyushmasiga a'zolik masalalarini ham ko'rib borsalar, o'shanda yaxshi bo'lardi. Chunki kasb uyushmasiga a'zo bo'lgan har qanday xodim uni mehnat huquqi himoyalangan bo'ladi. Qurilish sohasida norasmiy bandlik va ish haqini konvertda to'lash orqali soliqdan qochishga urinish sababli 6,3 mingta obyekt hisobotlarida ularning 0 yoki 1 nafar ishchi bilan qurib bitkazilgani ko'rsatilgan. Norasmiy sektorda ishlayotgan fuqaro o'zini shaxsiy manfaatlari yoki huquqiy burchlari buzilgan deb e'tirof etilganda kasaba uyushmalariga murojaat eta oladimi? Agar murojaat etsa, qanaqa tartibda yoki faqatgina rasmiy ishlovchilar bilan kasaba uyushmalari cheklanib qoladimi? Albatta, kasaba uyushmalariga har qanday fuqaro murojaat qilishi mumkin. Bizda telefonimiz bor 1092, mehnat masalalari bo'yicha murojaat qilish mumkin. U a'zomi, a'zo emasmi, bundan qat'iy nazar. Shuningdek, kasaba uyushmalari davlat organlaridan farqli ravishda anonim murojaatlarni ham qabul qilib, ularni ham ko'rib chiqadi. O'sha norasmiy band xodim qandaydir bir jarohat olgan bo'lsa yoki qandaydir bir uni huquqlari buzilgan bo'lsa, kasb uyushmasiga murojaat qilsa, biz hatto sudda ko'rib chiqishga qadar ham unga yordam berishimiz mumkin. Chunki bilasizlar, yangi mehnat kodeksida shunaqa norma bor. Mehnat munosabatlarini tan olish. Ya'ni bu de jure bo'lmagan bo'lsa ham de facto mehnat munosabatlari bo'lgan bo'lsa, uni sudda isbotlab bunga o'sha xodimga narsalarni olib berish mumkin. Birinchidan, ikkinchidan, yangi tahrirdagi mehnat kodeksimizda hamma narsa tartibga solingan. Vaqtincha ishlarni bajarish uchun mehnat shartnomasi, mavsumiy ishlar uchun mehnat shartnomasi, uy ishchisi, ya'ni kimdir mana xizmatkor yollaydi, shofir yollaydi, ular bilan tuziladigan mehnat shartnomasi hammasi tartibga solingan. Faqat buni bajarishda endi vaqtincha mana 2 soatga ham mehnat shartnomasini tuzish mumkin. Ish jarayonini yaxshi qilib bergan, qonunga rioya qilib kelgan tadbirkorlarimizga qanday imtiyozlar bor? Soliq borasida yoki boshqa imtiyozlarimiz bormi? Davlat mehnat inspeksiyasida xavfni tahlil etish tizimi bor. Ya'ni o'sha xavfni tahlil etish tizimida ya'ni mustaqil baholash portali ikkita tizim ishlaydi. Ya'ni o'sha tadbirkorlik subyektlari o'zini faoliyatini mustaqil tekshiruvdan o'tkazishi mumkin. Qaysi tashkilotda qanaqa qonun buzilish holatlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha baza umumlashtiradi. Uni darajasi, xavf tahlil etish tizimi darajasi, ya'ni qizil, sariq, yashil darajaga olib chiqib beradi. Yashil toifa bo'ladigan bo'lsa, o'sha tadbirkorlik subyektida 1 yil davomida tekshirishlar, nazorat tadbirlari o'tkazilmaydi. Qizil bo'ladigan bo'lsa, o'sha ularda nazorat tadbiri o'tkaziladi, tekshirishlar o'tkaziladi. Sariqlar bilan o'sha tavsiyaviy tushuntirishlar olib boriladi. Javobga ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim. Shu savol berdingiz, tadbirkorlarga beriladigan imtiyozlar. Ya'ni shunaqangi tadbirkorlarimizga imtiyozlar berilgan, ya'ni o'sha ma'lum bir miqdordagi ijtimoiy reyestrga kiritilgan fuqarolarni ish bilan ta'minlagan tadbirkorlarimizga soliq imtiyozlari bilan bir qatorda kreditdan o'sha kam foizli kreditlar, uzoq muddatli kreditlar berish tartiblari ham joriy qilingan. Albatta, bugungi kunda ayrim tadbirkorlarimiz ushbu imtiyozlardan oqilona foydalanib kelishyapti. Mehnat munosabatlarini rasmiylashtirish nafaqat ishchilarning ijtimoiy kafolatlarini ta'minlaydi, balki iqtisodiyotda shaffoflikni oshirish, davlat byudjeti tushumlarini ko'paytirish va adolatli raqobat muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Muloqotda mazkur yo'nalishda parlament nazoratini kuchaytirish, mehnat qonunchiligini takomillashtirish, davlat nazorat organlari faoliyatini yanada samarali tashkil etish, kasaba uyushmalari instituti rolini kuchaytirish hamda ish beruvchilarning ijtimoiy mas'uliyat madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Xalq demokratik partiyasi faollari har bir yurtdoshimiz mehnatiga yarasha haq olib ishlashi va huquqlari himoya qilinishi kerak degan qat'iy pozitsiyani bildirdi.